Eronga Xitoy qandaydir bir ta'sir bosim o'tkaza oladimi va Eron buni qabul qilishi mumkinmi? Masalan, AQShning bosimini qabul qilmagan Eron Xitoyning bosimini qabul qiladimi? Qabul qilish ehtimoli baland. Bunda chunki Eronning neftini 80% Xitoy sotib oladi. 90% gacha. Kamida 80%. Ya'ni u holat endi soya flotlari boshqalar tufayli ba'zi g'arb davlatlarga yetkazib beradi. Nima Xitoyga yuboryapman ham deb endi bu shunaqa fikrlar bor. Endi ba'zida nima masalan Rossiyada ham soya floti mavjud-ku. Lekin asosiy masala bu yerda Eron iqtisodiy jihatdan Xitoyga juda katta bog'liq. Lekin bu holatni Xitoy Eronga bosim o'tkazish orqali o'zini mustaqil o'yinchilik maqomidan tushirib qo'yadi. Ya'ni Xitoyga ishonib turib AQShga qarshi chiqish bu nisbiy ekan. Xohlagan vaqtda Xitoy o'zining iqtisodiy manfaatini o'ylab AQShga bizni sotib borar ekan degan ma'noda mohiyatan xulosa qilishi mumkin hamma davlatlar.